FC Mobile'ga yangilanish, yangi paklar, yangi event keldi va u yerda eng muhimi Abduqodir Husanov kelgan. Biz Abduqodir Husanovni обязательно olishimiz kerak. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rsanglar, biz Husanovni olganmiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Telegram kanaliga ham o'tib, Telegramga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U yerga ham YouTube'ga qo'ymaydigan videolarim Telegram kanaliga qo'yaman. Shuning uchun hozirroq Telegramga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar esa videoga like bosib, kanalga ham obuna qo'yinglar. Birinchi bo'lib kelinglar, mana bu 108 113 pakimizni ochamiz. Bu yerdan 108 pakdan 110 o'yinchi ushlash osonroq. Ya'ni Husanovda, Abduqodir Husanovda ushlash osonroq. To'tanglar. Galereyaga kirdik. Oldin galereyaga va yangi event bo'lgandan keyin galereyasiga kirib ko'rish kerak. Galereyaga kiradigan bo'lsa, bu yerda va legenda Kroyf, yana boshqa zo'r o Davron ko'pda nomer 1 ishoninglar, LBda yomon cho'tka o'ynaydi. Va mana Abduqodir Husanov bor yo'q 200 taga ekan. Ya'ni ochib to'plab 200 taga olsa bo'laveradi. Menimcha o'sha hamma olgan shekilli Abduqodir Husanovda yangi kirganlar ham bir ikki open buy qilib, agar omad kelib qolsa to'plab Husanovda obmenga olsa bo'laveradi, lekin bozordagi narxi yomon qilmadi ekan. Husanovni ko'rib turganinglardek fiziskisi o'ta kuchli. Ya'ni prям o'ta kuchli. Burizon karta uchun esa nerealniy kuchli degani. Ya'ni o'yindagi eng kuchli fiziksiga ega bo'lgan o'yinchilardan ham Husanovda fiziskisi почти kuchli. Оборонasi ham zo'r, yugurishlari ham zo'r. Qolgan narsa muhim emas. Ya'ni Zashnikka qolgan narsa muhim emas. Mana shu 3 narsa muhim. Uchovi ham Husanovda bor, chunki bu desa Husanovning kartasi eng zo'r kartalardan bittasi degani, ya'ni Brizon bo'lgani bilan. Xo'p, ketdik. Mana buni ochamiz. Давайте. 108 113. Shoson. Brizon 10 shoson. Agar yursa. Iltimos yur. Yurdi. Yaxshi, davayda O'zbekiston, Angliya. Kam. Tottenham kim bu? Saloniki 109. Yomon emas. Lekin bitta plyus bo'lib turib O'zbekiston chiqib qolmaydimi? Abduqodir tushmaydimi? Mayli. Kelinglar endi biz qasni ochsak ekan? Shu qarayapman. Mana buni ochaylik. Hadi shuni ochamiz. Ketdi. 7,5 mintaga 109 113 pak. Endi bundan bu eng oson, ya'ni 110 tushish ehtimoli eng osoni shu. Iltimos, O'zbekistonchi qolgan o'yinchi kerak emas menga hozir. Hozir birinchi navbatda menga Husanov kerak. Abduqodir Husanov kerak, shuning uchun iltimos O'zbekiston. Ketdi. Bismillah. Iltimos O'zbekiston. Italiya Saba kumir. Milano kim bu? Nima bunaqa qilyapti? Gapi yo'q, Brizon. Cheleni bo'lsa bo'lardi, yoki kim bor edi? Qani bor edi Brizon va nimasi bu? Nima qilyapti FIFA? Bo'pti. Mana pakimizni ochib qo'yaylik. Давайте mana bu pakni ochib qo'yamiz. Bu pakda sizlar ham donatsiyadan sotib olsanglar bo'ladi. 108 113 pak plus 50 ta FC point berar ekan. Oldin 150 ta berardi, bu safar endi 50 ta berdan qo'yibdi, chunki FC nomard bo'lib ketyapti borgan sari. Hop. Demak, pakimizni oldik. Ketdik. Birinchi 50 FC point olamiz. Ana endi pakimiz yuradimi? Budjetda bunda. Yurmaydi bo'ldi. 108 Teo. Txeyo, Mzeyo, xullas kim bo'lsa ham. Mayli. Endi qasni olsak ekan, bu yerdan bizga kerak. 7,5 mintalikka olsak, 15 mintalikka qolmaydi. Yoki 15 mintalik ochamiz. Eng yaxshisi hozir 15 mintalik ochish ekan. Yo'q, 15 mintalik emas hozir. Hozir mana bundan yana bitta ochamiz. Bu safar FC point ochamiz. Iltimos, menga Husanov kerak yoki bironta normalniy shartga beraveradigan o'yinchi tushsin. Uni shartga beraveramizda Husanovni olishimiz kerak. Menga shart kerak, menga Husanov kerak. 109 plus pak Husanov tushsin iltimos. Bundan keyin nariga 15 mintalikni ochamiz. U yerdan endi oson 110 110lik pakdan tushishi. Lekin bilaman FC Husanov tushishini qiyin qilib qo'ygan. Ketdik.
Braziliya. RB. Roma. Kim bu? Nima bu? Bruzo 9. Nimaga даже Bruzo emas? Просто nomard bo'lib ketgan FIFA, просто nomard bo'lib ketgan. Ay, qanday Bruzo da. Mayli. To'xtaylik hozir bundan oldin yangi X-Time'imiz ochildik. X-Time kimlarga berorsa ekan. Xususan kartasi kerak emas. Mana bularga beraveramiz. Bular umuman kerak yo'q, sota olmaymiz ham. Yana kimga beraveramiz? 10 mingta bor ekan, 12 mingta. Hozircha 12 mingta yetib turadi. Yana yetmay qo'ysa, yana to'playmiz. Kerakli ekstra time'ga, ekstra time'da nimalar bor? Bu yerga kirsak, bizga nima kerak? 15 mingtaga nima? Bu qanaqa pak bu? 108, 112 yoki deb oltin to'p o'yinchi. 1% ekan, lekin 1%. Necha skamroq. Keyin ochamiz bu paketni. O'sha akkaunt ochamiz. 10 mingtaga. Davайте birinchi 5 mingtalikni ochsak, keyin 10 mingtalikni to'plab, keyin 10 mingtalik ochamiz. 5 mingtalik ketdi. Iltimos 100 ta shart ber. 150 tami. 30 ta shart. Yomon emas, mayli. 30 ta. Mana shuni ustida 100 ta bersa, nariyadagi o'yinchilardan menga berib yorib, Husanov tavsiya bo'ladi. Husanov kerak menga. Shart kerak. 10 ta, bu yerda 20 ta. Nomard, FIFA nomard. Mayli, qani olaylik. Shartlarimizni. Shartni oldik. Nechta bo'ldi? 60 ta bo'libdi. Bu yoqdagi obmenlarga berib yuborsak, 100 ta. Valda. O'g'alar, Husanovni olamiz. Husanov tavsiya bo'ladi, o'g'alar, bugunning o'zida. Shu bozordan Iskola sotib oldim. Endi bu to'xtaylik, bu yoqqa berishimiz kerak. Iskola qani, mana 3 iskoni beraveramiz. Bizda 10 mingta ekstra time bo'ladi va biz 10 mingtalik ekstra time ochamiz. Ketdik. Birinchi yangi 10 mingtalik ekstra time. Qani tezroq kir. Ketdik. 15 mingtalik stream ochamiz. Shuning uchun streamga kirsanglar, Husanovni ham streamda full qilamiz, lekin bugun Husanovni olamiz. Qani 15 mingtalik? Mana 15 mingtalik. Bruzetta, Bruzoni iltimos, Bruzoni o'chirib qo'ysin. Bayda, lekin bayda to'xtanglar. Voy, nima yo'q ekan. Yangigan event paklar yo'q ekan. Bo'lganda Husanov olish ehtimolimiz bo'lardi. Ketdik. Qani kim bular? Bruzon, Richarlison. Yomon emas, yaxshilangan. Tushunasizlarmi? Ekstra time yaxshilangan. Oldin ochsanglar faqatgina Bruzetta tushardi. Bu safar mana Richarlison, Bruzon. Yaxshi, Richarlison olamiz. Ketdik, chotki, yomon emas. Richarlison. Qani bu? Brazil. Starke. Tottenhamdan Richarlison. Yaxshi, yomon emas, конечно, zo'r. 10 mingtalik ekstra time'ga. Ana endi biz qaysi o'yinchi ekan? To'xtaylik. 150 taga bumi yoki umi? Qaysi biri yaxshi ekan? Mayli, u narsani keyin hal qilamiz. Birinchi bo'lib biz to'xtaylik, Marcelo'si bor paketdan bitta ochaylik. Chunki bu yerda Marcelo'si bor yoki men uni ochsa bo'ladimi yana bitta? Yo'q, uni ochsa bo'lmaygan. O'sha tugabdi limitimiz. Ketdik. Chunki bu pak yurib qolib, yaxshi o'yinchi berib qolishi mumkin degan maqsadda ochyapmiz-da. Marcelo tushib qolsa men Argentina. Kim bu? Mamanan Bare, qanaqasin bu? 200 taga. Mana uni 100 dan qo'yibdi. Davay, och ko'raylik. Och ko'ramiz. 100 dan 110 qo'yibdi. Azar tushdi. Mayli.
Xo'sh, ana endi biz 15 mingtalik pakimizni ochamiz. Mana shu bizni imkoniyatimiz, ya'ni Husanov olishga yoki bu yerdagi legendarniy kumirlarni olishga imkoniyatimiz. Ikonlarni iltimos bizga O'zbekiston chiqsin, chunki bu Bruzon pak. Husanov ham Bruzon. Lekin FC ni bilasizlar, FC hech qachon Bruzon pakda sizlarda Bruzondan tepa berishi ehtimoli juda kam. Shuni hisoblab ko'radigan bo'lsak, demak bizga Husanov berish ehtimoli ko'proq. Agar Bruzonni 3 bermaydigan bo'lsa, hop, xullas hozir bu narsani ko'ramiz. Agar Bruzonni 3 berish kerak yoki Bruzon Husanov berish kerak. Qaysi birining ehtimoli ko'pligini hozir ko'ramiz. Yoki Bruzon qaydagi bitta musulmonchini beradi. Niderland. Qanday? Nima? Kim? Mana kim bu? Kim qurt bu? Voy, kurush. Nomard FIFA, nomard просто nomard FIFA. Mayli. Chista nomard ishini qildi. 60 ta bo'lsa, bo'ldi, Husanovga yetadi. Qani ma'lumotlar beraveraylik, to'xtanglar, ma'lum qolsa 100 ta yetmagan. Ma'lumotlar beraveramiz. Bu yerda exchange nimalar bor? Cannavaro bor. Cannavaroni olishinglar uchun butun sostavlardagi o'yinchini berib yuborishinglar kerak. Agar yetsa. 109 plusga 109 bu berishimiz kerak ekan. Bruzon bir o'yinchimiz. Voy, nima sotib yuboraman uni? Nimaga sotib yubordim men? Bo'pti, mayli. Bruzon, Van Dijk. Van Dijk endi o'g'allarim. To'xtanglar, Richarlison bor ekan. Kamera olsak bo'lar balki. Mana. Yoki boshqa joyga berib o'rganimiz yaxshimi Richarlisonda. 109 ga Bruzon bir o'yinchi berishimiz kerak ekan. Xullas ketdim Mahmudga. Yurmaydi bu. Mayli, Richarlisonni berib oldik, kerak yo'q unga. Richarlison kerak ekan, men bekor qilibman, sizlar qilmanglar bu xatoni. Mana men sizlarga qilib ko'rsatib berdim. Bo'pti, ana endi biz bu yerda xullas kim hal qilamiz? Bu yerdan biz nihoyat endi Bruzonni chunki Bruzon bir yaxshi o'yinchilarni ola olmadik. Tamam. Lekin biz bugungi mana shu yangi event kelgandagi eng birinchi maqsad bu Husanovni olish edi. Ana endi biz Abduqodir Husanovni olamiz. Ketdik. Husanovni birinchi marta olganmi? Bu ikkinchi Husanov olishim. Endi bosamiz. Xo'sh. O'zbekiston, va boshqacha-da, tushunyapsizlarmi? O'zbekiston chiqishi. City Husanov. Boshqacha-da, tushunyapsizlarmi? O'zinglarni o'yinchilarni alkotda ko'rish, olish. Yaxshi. Demak, video ham tugadi, ko'rdinglar. Husanovni oldik. Endi pakdan tushmadi-yu, lekin navsi ham Husanovni oldik. Chunki Husanov pakdan tushish ehtimoli kamroq bo'lgan FIFA. Chunki o'zingizlar bilasizlar nima uchun kamroq qilganini. Lekin muhim Husanovni oldik. Biron kun stream qilganimda streamga kirsanglar, biz u yerda Husanovni full qilamiz va obunachilar bilan birga o'ynab Husanovni tekshirib ko'ramiz. Lekin ishoninglar, vafshi zo'r o'ynaydi. Sizlar obuna bo'lib qo'yinglar, hammanglarga xayr.